Hürmetli qarindoshlar, Sharq Turkiston Surgundi hukumati televiziyasining xabarlar programmasida ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Hong Kongda faoliyat elib boradigan Angliya bankisi HSBC'ning Amerika jazolash tizimligiga kirgizgan Xitoyning Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchiligiga hamkorlashgan Bingtuan ishlab chiqarish qurilish shirkatining pay chekini davomli sotib olganligi oshkorlangan bo'lib, Bosh ministerimiz Salih Xudoyor apandi buningga inkos qaytarib, HSBC Xitoyning irqiy qirg'inchiligiga mablag' solyotidi. 1876 yili Hong Kong Shanxay hamkorlik bankisi Manju Qing imperiyasining Sharq Turkistonga tajovuz qilishiga mablag' solgan. 1884 yili Manju imperiyasi Sharq Turkistonni qo'shib olib, Sharq Turkistonning nomini Xinjiangga o'zgartgan dedi. Zimiston qishning xabariga qaraganda, Qozog'istonda yuz berayotgan malmonchilikda 100 nafardan ortiq Sharq Turkistonlik tutqun qilingan bo'lib, Qozog'iston soqchilari Qozog'istondagi Xitoy elchixonasi orqali Xitoyga topshirildi ekan. Axborot vositalarida e'lon qilingan nurg'unlagan xabarlar bor. Qattiq bostirishda haqliq ekanligini ko'rsatish maqsadida puqracha kiyingan soqchilar qasddan derazalarni chaqib, mashina va uylarga o't qo'yib, buni normal namoyishchilarga otib qo'ygan. Almutta shahar binosiga namoyishchilar o't qo'ymagan. Gerçi buningga aloqador dalil bo'lmasa-mu, ba'zi g'alati ahvollar ma'lum signallarni berdi. Ammoga o'q chiqarganlar qozoq askar kiyimini kiygan rus amonliqni qo'g'dug'ichi askarlar ekan. Davlat bexatarlik idorasining yaralanganlarning doktorxonada davolanishiga to'salg'i bo'lganligiga doir dokladlarga erishilgan bo'lib, hammadan qiziqarli tarafi kasb-kamas tutqun qilishda bu qitimqi namoyishga qatnashgan, ammo bir necha oy ilgari Xitoy tajovuzchilarining Sharq Turkistondagi qozoqlarni tutqun qilib, jazo lagerlariga qamaganligiga qarshi namoyish elib borganlarmi bor bo'lib, ular soqchilar tarafidan qattiq tayoq yegan. Buning tipik misoli kishilik huquq faoliyatchisi Bekzod Maksudxon. O 2 qitim qo'lga ilinib qo'yib berilgan. Demak, buningdan keyin Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligiga qarshilik ko'rsatishning oldi ilingan. Qarshilik ko'rsatuvchilar Xitoyning turmaga qamashiga topshirildi. Xitoyning Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchiligidan qochib chiqqan, Qozog'istonga sig'ingan, Qozog'istonning nufusiga o'tish uchun iltimos sungan, yeshil kart berilgan, panohlik talab qilgan, Qozog'istonda o'ltiraq qilishga ruxsat qilingan 100 nafardan ortiq Sharq Turkistonlik musofir uydan tutqun qilinib, Horgoz tamojnasiga ilib berilgan. Qozog'iston hozirgi malmonchilikda chegarasini taqagan bo'lib, chegara ochilgandan keyin ularni Xitoyga topshirib berilgan. Qozog'istonda davomlashayotgan ansizlik va bostirishlar jarayonida Sharq Turkistonliklarni izlash, tutqun qilish davomlashmoqda. Bu Xitoyning Qozog'istonda maxfiy ishbiyon torini izchil saqlab kelganligini isbotlaydi. Sharq Turkiston surgundi hukumati Qozog'istonning egilik huquqi, mustaqilligi va erkinligini qo'llaydi. Yaxshi tilak va duolarimiz Qozog'iston xalqi bilan birga. Atalmış Xinjiang Uyg'ur Avtonom rayon harbiy qismining qo'mondoni general Peng Jingtang Xitoy Xalq ozodlik armiyasining Hong Kong alayda ma'muriy rayon garnizon qo'mondonligiga tayinlangan. Davlat mudofaa ministrligining bayonotida Markaziy harbiy komitetining raisi Xi Jinpingning general-mayor Peng Jingtangning yangi vazifasini tasdiqlaganligi qayd qilindi. U vazifa ijro qilish jarayonida qonunga rioya qilishga, Hong Kongning uzun muddatli gullanışı va muqimligini, davlatning egilik huquqi, bexatarligi va taraqqiyotini qat'iy qo'llashga va'da berdi. Hong Kong hukumati e'lon qilgan bayonotda Pengning bosh ijroiya amaldori Carrie Lam bilan ko'rishganligi va yerlik hukumat bilan garnizonning o'xshash maqsadda hamkorlashganligi ta'kidlangan. Diqqat qilishga arziydigani shuki, Xitoyning Sharq Turkistonda irqiy qirg'inchilik yurgizishiga hamkorlashgan Peng familiyalik bu Xitoyning Hong Kongning 2020 yildan buyon davlat bexatarlik qonunini yo'lga qo'yib, demokratiyani qo'llovchilarni bostirishidek ahvoliga nisbatan Hong Kong demokratiyasida yana qanday o'zgarishlar yuz berganiga aloqador ko'ngillarda shubha tug'dirdi. Erkin Osiyo radio stansiyasining xabariga qaraganda, Sharq Turkistonning Qizilsuv Qirg'iz avtonom oblasti Atush shahri Suntaq yezasida o'ltirishliq pochtaxonaning pensiyaga chiqqan 69 yoshli kadri G'iyosiddin Atla 2018 yili Xitoy tajovuzchilari tomonidan diniy oshqun deb qaralib tutqun qilingan. Uning yaqinlarining aytishicha, uning tutqun qilinishidan burungi salomatligi nihoyat yaxshi bo'lib, 2021 yili sentabrda qo'yib o'tilganda mangal masalga kelib qolgan. Bir oydan keyin vafot bo'lgan. Yaqinqi 2 yildan buyon Xitoy tajovuzchilarining jazo lagerlarida kasallik va o'lim ofati ko'rinarli darajada ortgan. Xitoy tajovuzchilari to'y, sunnat marosimlari va nazr chiroqlarga qatnashadigan kishi sonini bekitgan bo'lib, ayni vaqtda G'iyosiddin bir sunnat marosimiga qatnashganda belgilangan kishi sirtida qatnashganligi, soqolni uzatganlik uchun tutqun qilingan.
U lagerdan chiqib oilasiga qaytarilganda tajovuzchi Xitoy amaldorlari uning oila a'zolariga G'iyosiddinning kasallik ahvoli haqida hech qanday talash-tortish qilmaslikni, agar vafot bo'lsa o'limiga keladigan kishining 15 nafardan oshmasligini jekilgan. G'iyosiddin abla tutqun qilinib jazo lagerlariga qamalgandan keyin yaqindala hayotidan ayrilgan davlat xizmatchisi ekan. Allohdan rahmat va marhamat tilaymiz. Alim ulamolarda chiriklik ko'rilishi g'aflat besishdan, yo'qsillarning va yo'lboshchilarning chiriklashi munofiqlikdan kelib chiqadi deb yozadi Nobel adabiyot mukofotiga sazovar dunyoviy adiblardan mashhur yozuvchi Najib Mahfuz. Agar siyosiy sezgurlik va qat'iyatga qarshi o'rtaq ovoz birligi, ishg'oliyatga qarshi siyosiy mavqe birligi shakllansa, ulamo va ziyoli turkumlardan bu xususga qarshi haqqoniy tutum, pozitsiya va maydon ifodalansa, aksicha dasturxon ittifoqchiligini, shakli birlashish kelishimlarini sürdürüş bedeliga millatning mavjudlik krizislarga ziyonli rol o'ynaydigan taraflarni ko'z yumib olib, sukutni tanlab yashayverishdek jonsozlikni davomlashtiraversa, buning qaboiyati va mas'uliyati ham vijdon tarafidan, ham tarix tarafidan, hamda millat tarafidan cho'qim so'roqlanmay, tarixga yozilmay qolmaydi. Shundaqla har bir fursat va ne'matni qandoq ching tutganlik yoki mas'uliyatsizlarcha sukut qilib o'tkazayotganlik yoki fursatni ching tutmay bo'shanglarcha muomala qilganlik qatorli xususlardan hisob so'rag'uchi Alloh oldida muqarrar holda javobgarligi, surishtisi bo'lmay qolmaydi. Har bir ne'matdan jazman savol so'roq qilinsizlar. Takasur surasi 8-oyat. Burhan Muhammadning yozmalaridan elindi. Hurmatli ko'ruvchilar, xabarlarimizni ko'rgan uchun ko'p rahmat. Kelar qitimqi programmamiz ko'rishguncha Allohga omonat bo'linglar.